Assalomu alaykum do'stlar. Bu avtomat farqi nimada? S16, S25, S32. S16 yoritish uchun mo'ljallangan, S25 rozetkalar uchun mo'ljallangan, S32 kuchli qurilmalar uchun mo'ljallangan. Xato qilsang, sim qizib, yomon bo'lishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Siz uyda qaysi avtomat turibdi? S16 mi, S25 mi? Qani kommentga yozib ketamiz. Do'stlar, S32 degani mana buni aytadi. S32 S32 shu bo'ladi. Bu tok amperaji bo'ladi. S32 mana 6000 watt ko'rsatyapti. Bu avtomatimiz asosiy vazifasi bo'lib qo'ygan yaxshi. Bu o'chirgich hisoblanadi, ya'ni ko'chadan kelgan elektr aloqasini manbaini uyga kelganda qizish bo'lganda, yong'in bo'lganda yo bir xavfli bir cho'q chiqqanda, zamkani bo'lganda bu tomondan chetdan o'chirib beradi. Pastga tushsa o'chirgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.